blok ham desak bo'ladimi aka? Hop, Sizini ham davom ettiramiz unda. Hozir zapisi yoqilgan a. Bo'ldi, yoqdim. Endi bu yerda imенно trendline liquidity bor. Trendline liquidity. Bu yerda kelgan. Men ko'rayotganim bu yerda CSD ni ham ko'ryapman. Ya'ni mana bu yerda order block bor mana. Daily time frame bo'lganligi uchun o'zini ham order block deb olsak bo'ladi. Kelgan bu yerda adashmasam Endi savolda shu yerda. Nega bu OB'ni yakka o'zini oldingiz? Tipa SMC qilib. Aslida OB'lar To'g'ri. bu emasmi? Olish mumkin. Buni ham o'yladim. Bu daily bo'lganligi uchun tipa mashes olgan switch ham o'zi ham kichkinaroq time frame'da ancha katta order blokka aylanadi-da. Shuni hisobga oldim. Ili noto'g'ri. O'shanaqa sharh berishingiz kerak-da. Hozir bu lekin D1 ga nisbatan bu OB emas. Bilasiz, OB boshlangan nechta bo'lsa, o'shaning hammasi. To'g'ri. Buyog'idan. Agar katta bo'lsa, Gunbox'dan foydalanib 50%, 0.75% dan entry qilish kerak. bo'yicha urgin ham bor. Bular borki, mana bu yerda o'sha order blokka kelib Mana bu yerda nega SNR deb tortdingiz, tushunmadim. Tipa urgin qilib oldim-da bu yerda. Chunki men bu yerda tochkani CSD deb ham o'yladim-da. CSD deb analiz qilyapman, chunki CSD bo'lishi uchun qaysidir o'sha liquidga yoki PZR ga kelish kerak. Order block. O'sha order block bo'ldi. Order blockka retestini berib ketyapti. MSS bo'lganda biz teparoqdan o'sha order block boshlangan joydan olardik MSS bo'lganda. kurs bilan chiqib, mana bu yerga ikkita uchta o'zidan oldingi ikkita uchta switchlarni yopib, tanasi bilan qaytib kelib, mana shu order blokka test beryapti. Mana mana shu nima CSD deb o'yladim. CSD. Tushunmadim, CSD mana bu shamchami? Ya'ni men bu order block men chizgan kichkina order blockka retestini beryapti shu shamcha. Javobini bergan shamchaga nisbatan CSD deb nomlayapsiz, shunaqami? Yo'q, unaqa emas. Javobi beriluvchiga aytasiz. Javobini berib ketganga emas. To'g'ri, order block o'ziga aytasiz. Men shu siz uchun OB shumi? Shu OB CSD. Nimaga? Chunki MSS bo'lish uchun o'zingiz aytganda narx borib bu yoqda anaqa qilish kerak. Rost oxirgisini olyapsizmi? O'sha oxirgisidagi bo'lishi kerak. Hozir mana shu CSD bormi? Agar siz mana shu bitta yakka oxirgi OBni oladigan bo'lsangiz, ha. Va mana bu yerda SMT si bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Va u kuchli nima desa bo'ladi? Da. SMT da. Da. SMT kuchli faktor bo'ladi. SMT da. Mana bu joyi esa, to есть mana bu joyi 60 ta qaysidir PZ rejasiga. Javobini berayotgan. Betga SNR chizganim to'g'ri bo'ldimi hozir bu yerda? To'g'risini aytaman, yo'q. Keyin tushuntirib bermoqchi edim hammasini bitta qilib. CSD dan kelgan impuls bilan narx tepaga qarab ketyapti. Bu yerda FVG bor, nima bu yerda Ko'rdingizmi, ikkita FVG? Buy uchun birinchisi, sell uchun birinchisi. Buy uchun birinchisi bo'ladigan bo'lsa tepada bo'ladi, sell uchun birinchisi bo'ladigan bo'lsa pastda bo'ladi. Bu measuring gap, bu pre-KV gap. Ikkita FVG qaysi biri aktual? Bunisi albatta. Narxni oxirgi lokalniy high-lowga tortib o'ynaymiz. Unga kelib IOFET qilib narx ketyapti. Mana shu yerda SMT qilgan bo'lishi mumkin. Ili betda. Bu FVG mana o'zidan oldingi buni menimcha FVG ku, lekin buni o'zingiz o'rgatganingizdek, menimcha breakaway gap bo'ladi bu bizda. Bunisi o'sha measuring gap bo'ladi. Tushundik. Measuring gapni mana shunaqa yozib qo'ydim, lekin to'g'risi topolmadim. Miao so'ring. Mana shu measuring gapga IOFET qilib, dash qilib, o'sha yo'nalishda davom etyapti. Men bu breakaway gapga reaksiya bildirmayapti. E'tiborsiz qoldiryapti. Mana yerda ham qarang. Narx lokalniy low yasadi.
lokalniy hay yasagandek ko'rsatyapti o'zini. Mana bunaqa rangidan bilib olsangiz bo'ladi. Yo'q, bu unaqa qilmaydi hali. 60 ga ham borishingiz kerak. Qaysidir pijeriga javob beryaptimi, yo'qmi? Agar pijeriga javob berib mana bunga o'xshab qaytayotgan bo'lsa, to есть mana shu ko'rinishda qaytadigan bo'lsa, buni ehtiyot bo'lib ushlab turish kerak. Agar narxni pijerasi bunga o'xshab teparoqdami? Demak, teparoqni kutish kerak. Bu yerda endi baribir qarash kerak. Keldi, yana likit yechildi, keldi, yana likit yechildi. Bunda yana likit qoldirib ketdi, battar qoldirib ketdi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana bu haylar lokalniy haycha emas. Bu o'stimi o'sha o'sgan trendda oxirgi lokalniy haylarga nisbatan, mana bu yerdagi haqiqiy haylarga nisbatan oraliqda likit yaratayotgan zonlar hisoblanadi. Bu stop hand qilib tepadagi boyagi biz pastga tepaga 1, endi mana bu buy trendda tepaga 1, pastga 0 qilamiz-ku. Aynan o'sha 0 и o'rtada 0.5. Mana bu yerdagi qiymatni boshqachasiga olib ketib qolishdi. Mana bu yerda ham ko'rsangiz, misol uchun, mana bu yerdagi anosiga reaksiya kelmagan FVGga. Mana bu. И один xo'y mana yerda bo'shliq qolyapti. Mana shu FVGning o'zi aslida irili bo'ladi. Irili deb mana shunaqa OB qoldirib ketyapti-yu, mana OB, и OBdan keyin FVG yasyapti. O'sha joy zo'r irili. И o'sha FVGga mana qilib boyagida IOF chiqib ketyaptimi? O'sha shamchani tagi irili. Engineering liquidity deyiladi. Engineering liquidity deyiladi. Shunaqa desangiz ham bo'ladi. No, menga irili qulayroq. Endi bu yerga keladigan bo'lsak, narx boya aytilgandek qanaqadir SMT qilib tushyapti. Bitta keldi, aldadi shu yerdan ketaman deb turib, lekin yorishi uchun narx bu yoqda qo'ya turing. Kamida mana bu yerdagi oraliqda hosil qilgan qora shamchani buzib o'tib ketish kerak edi. Tushunyapsizmi? Impuls bilan buzib o'tish kerak edi. Kamida mana yoqqacha chiqib berganda edi, boshqa gap edi. Narx keldi, baribir borib nimaga taqayapti? Pijeriga javobini olib kelgizmaguncha qo'ymayapti-da, короче. Tushundingizmi? Bu yerdagi kartinkada может bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu pijeriga kelib javobini berib ketyapti-yu. Tekis bo'ldi. Mana bu yerdagi high lowga nisbatan, to есть lowga nisbatan kumushda shu joyda olgandir может. Keyin ketyapti. Endi qarang, sezdi qani? Sezdi mana. Oxirgi mana bitta. 2-3 ta OB bo'lsa ham bo'ladi. No, bunisi ko'proq yaxshiroqda. Mana shunaqa joylarda, mana shunaqa momentlarda olib ketib qoladi. 2-3 tani kuchi ham xuddi shunaqa. Prosta bunaqa bo'ladigan bo'lsa, topishingiz oson degan ma'noda aytyapman-da. Siz ko'proq endi bittalik order blokka oshiq ekansiz-ku. Shu o'shancha aytyapman. Misol mana yerda bu ham OB. No, mana bu OB ga o'xshab yakka tursa boshqacha. Bilasizmi nega bu OB emas? Nega? OBni javobini berib ketdi joyida, ko'rdingizmi? Mana qarang. Mana OB. Ikkinchi impuls shamchi, oradagi uchinchisi OB degan maqomda uchinchi shamchi birinchi shamchadan tortib olyapti. Tushundingizmi? Endi birinchi shamcha emas, mana bu yerdagi uchinchi, mana 1, 2, 3, uchinchi shamcha OB. Xullas shunaqa. Davom etamiz. Bitta ham trendlarni kuzatib bor. Bitta ham trendlarni kuzatib olsak bo'ladi menimcha. Kelganimizda tak. Bundan consolidation deb oladigan bo'lsak, mana shu range consolidation deb oladigan bo'lsak, tak. Keyingi harakat bizda expansion bo'ladi. Bu menimcha reversal bo'lib ketadi. Yo'q, qarang. Consolidationdan keyin har doim expansion keladi. Tushunyapsiz-a? Da. To'g'ri. Va kun har doim consolidation bilan yopiladi. O'sha consolidation bo'lishidan oldingi harakat expansion yoki retracement bo'lishi mumkin. Reversal bo'lishi qiyin. Consolidationdan oldinda. Faraz qiling, reversal bo'lishi uchun
Bozor yopilishiga ozgina qoldi. Narx taq chiqib ketib qoldi-da. Tushundingizmi? Bunaqa bo'lib bozor yopildi. Mana shu harakat reversal bo'ladi. То есть u qaysidir joyiga impuls bilan kelib, impuls bilan ketayotganligi uchun ko'tarilishda o'zini kuchi, ko'tarilishda o'ziga beriladigan ta'rif expansion desangiz ham bo'ladi. No, bunaqa ko'tarilishni sababi endi reversalda, chunki impuls bilan kelgan narsa impuls bilan qaytib ketadi. Iptaga tushmasa kerak bu holat. Iptaga tushmasa kerak. Iptaga tushadigan holatni hozir topmoqchiman. Mana qarang. Sal qaytaramiz. Iptaga tushadi. Mana shu kartinkada narxni qarang. Consolidation, expansion, to есть juda swing qilyapti. Manipulation qilyapti, короче. Xo'p, ketdi narx. Bang oqib ketdi. Bu yerdagi oqqan holat expansion yo'q. Tushib ketyapti, mana qarang. Manaqa tushib ketish, manaqa ko'tarib ketish prosta expansion. Tushunyapsizmi? Agar u V shaklda yoki manaqa Samsungdagi A shaklida bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda sababchi bo'layotgan narsasi PDR. O'shaning uchun bu birdan kelib ketyapti. Endi V shaklda kelib ketadigan narsani biz nima dedik? Reversal. Tushundingizmi? Ya'ni mana bu yergacha bo'lgan, mana bu qaysidir joygacha bo'lgan, to есть reversal sodir bo'lishgacha bo'lgan harakat expansion. Narx reversal qilib keldimi, reversal qilib ketish kerak. Ketdi. Endi mana bu yerda javobsiz qolib ketayotgan nimadir bordir, misol uchun. Mana shu kartinkani o'zida mana. Nimadir qolib ketyapti, misol uchun order block yoki qanaqadir FV ga qolib ketyapti. D1 da ekanda endi bu H1 yoki H4 ga o'tkazsangiz nimadir tayinli narsa turibdi, chem H1 da deb o'ylayman. Xo'p, kelyapti, ketyapti. Endi qarang. Bu narsa mana shu yerdagi javobsiz qolayotgan joyiga kelib berishi retracement deyiladi mana shunaqa. Ko'ryapsizmi? Bunday qilib, mana shunday qilib kelib berish. Endi mana bu yerda yashil ketishidan oldin nima qilib ketish kerak edi? Ko'kni likidini yechib ketish kerak. Yechmadimi? Likid qolib ketdi. Endi Bu yerda hozir reversal yo'q-a? Bu kartinkada. Bor. Aytdim, V bo'lgan joylar prosta o'sha narsani olasiz. Reversal deb qo'yasiz. No, V ni shakllantirgacha bo'lgan harakatni expansion desangiz ham xato emas. Mana bu reversal-da aka, mana bu reversal. Tushunyapsizmi? Mana shu joylari. Retracement mana shunaqa o'tmishda javobsiz qolayotgan PDR-gacha borib berish harakati. Mana shu borib berish mana. Значит, oxirida retracement, to'g'rimi? Iptada. Yo'q, oxirida har doim consolidation. Uni siz mana 1, 2, 3 deyish yo'q, unaqa kerak emas. Narx mana 4 ta sikldan iborat. Narx har doim consolidation bilan boshlanib, consolidation bilan tugaydi, tamom. Consolidationdan keyin yo retracement bo'ladi yoki expansion bo'ladi. Reversal ham bo'lishi mumkin. Misol, reversal qanday? Faraz qiling, gold parasi kun ochildi. Shunaqa davom etib kelyapti. Tepada buy side bor. U buy side tepasida H4 da FV ga bor. Tushundingiz-a? Narx o'sha ana bilan kelib nima bo'ladi? Chala betdan bar kelishi ham expansionda, tushunyapsizmi? Expansion qanaqa? Impuls kelishi. Yokida maydalab kelishi o'sha joygacha. O'sha retracement bo'ladi. Reversal mana shu yergacha agar expansion qilib kelsa va expansion qilib impuls bilan oqsa, mana shu joyda o'zi reversal. Tushundingiz-a? Shu. Tushundim. Endi mana bu yerda likid techda ishtirok etayotgan oxirgi lokalniy halolarda ishtirok etasiz, belgilaysiz, 0.5 ga qo'yasiz. SMT qaraysiz. Misol bittasi yechgandir, bittasi yechmagan, keyin bosa-bos monetdagi likidgacha. Xo'p, demoqchi bo'lganim bu esingizda bo'lsa, aytiluvdi. Narx esinardi zonasini buzishdan oldin bitta keladi, impuls bilan to'xtab qoladi. Impuls bilan kelib to'xtab qoladi. Narx impuls bilan keldi, to'xtab qoldi. Keyingisida biling mana shu yerda ayamasdan yorib ketadi. Va xuddi shu zona kelajakda yana yaxshigina devor vazifasida ishlab bera oladi.
tushadigan holatda hozir topmoqchiman. Tak, bittaga tushadigan holat 15 minutlikda deydigan bo'lsak. Qanaqa holat dedingiz? Bittaga holatda hozir Mana shu iptani. bittaga tushadigan holatda hozir topmoqchiman. Tak, bittaga tushadigan holat 15 Bittaga minutda tushadigan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Hamma joyda iptaki, yaxshilab qarang. bittaga tushadigan holatda Range boshlangan joydami? Bo'ldi, ketadi. mana bitta tashlab ketgan. Ham likvid zona bor bu yerda. Order blok tashlab ketgan. Shu yerda adashibsiz, OB'ni belgilashda. Diqqat qiling. Mana bu yerda OB'dan, OB bo'layotgan shamchani, ya'ni bu joyda endi qizil shamchani, soyasini, yashil shamcha likvidini yechish kerakmidi? Yechmadi. Ovozim eshitilyaptimi aka? Alo. Da. Eshitaman. Bu joy biling likvid. Endi bizda nechta FVG bor? Ikkita. Bizga qaysi biri birinchi ishlaydi? Gap. Ko'rdingizmi? Mana shu measuring gap, ya'ni birinchi FVG biz uchun pizeri. Uni o'ziga tortayotgan narsa mana yerdagi likvid. Likvid. Hujum bo'lyapti. MMXM bo'yicha tepadagi holatgacha. Narx keldi. Accumulation 1, accumulation 2 impuls bilan chiqib ketdi. Bu yerda ham likvid yechilishi shu. Mana shunaqa likvid yechilishlarda ishlashingiz kayfda aka, tushunyapsizmi? Indamasdan olib chiqib ketasiz. MMXM juda go'zal mana shu yerda MMXM bor. MMXM ga kelamiz, o'zingiz tushunasiz. Xo'p. Davom etamiz. bitta mana likvid yig'ilyapti. Mana bu yerda narx 15 minutlikda deal anaqa bo'lyapti. Konsolidatsiya holatida yuribdi. Konsolidatsiya holatida yuribdi bizda mana manba nuqtasi mana shu joyi bizda manipulation bo'lyapti. Ya'ni expansion bo'lib turib, dalshi bizda narx tepaga qarab expansion bo'lib, bu yerdaga уже mana manba likvid zonani yechyapti. Chotki. Mana shu tepadagi balki bu Aziya xayga to'g'ri kelar. No, mana shu korobkani xayini likvidini yechyapti. Dalshi bizda keyin tak buni endi nima qilamiz? Tak. Endi qarang, shu joyda bitta narsani tushuntiraman aka. Siz chartga erta kelajakda o'tirganingizda ham har doim birinchi mana shunaqa korobkalar topib olishingiz kerak. Tushundingizmi? Kuting va o'sha korobkani birinchi qaysi tarafini buzadi. Sell side'ni buzdimi? Biling, hujum qayerga? Buy side. Buy side buzildimi? Biling, hujum qayerga? Sell side. Bo'ldi. Hech qachon narx, hali bozor nimadir shakllantirmayotgan bir paytda, ya'ni qanaqadir likvid zonasini yechish uchun hosil qiladigan price action shakllantirmayotganda naxvi kerak emas entry qilib olish ertalabdan. Siz o'ylamang, ertalabdan men ishim yaxshi bo'lib ketadi, nimadir, okey. Ibodatni ertalab qiling, bo'ldi, trade kechga qiling. Ularni ertalabki vaqti bilan qiling, bo'ldi. Tushundingiz-a? Chunki vaqt zonasi shunga moslashgan. Siz ham moslashishga majbursiz. Chunki biz Amerikada tug'ilmaganmiz. Shuni hisobga oling. Shunday ekan, bir ikkita qo'ylar bor-da. Qo'y desam xafa bo'lishadi. Ertalabdan hali kelmagan zonasiga kirib oladi. Tushunyapsiz? Narx mana yergacha borda, bo'ldi. Buy side shakllantirdi. Mana yerda sell side bor. Narx mana yerda sell side yechish bahonasida OB yoki FVG'sidan reaksiya bermoqchi. Va hali narx mana bu sell side yechmagan, lekin yechishga yaqin turibdi. Siz o'sha joyda o'zingizcha aqlli qilib buy ochishingiz nihoya kerak emas. Chunki siz korobkani aniqladingizmi? Bo'ldi, o'sha korobkani qaysi taraf likvidini birinchi yechishini kuting. Kutishingiz kerak. Kuting. O'shandan keyin teskari tarafga qarab hujum qilasiz. Okey, buni o'tkazib yordingiz, buni o'tkazib yordingizmi? Keyingi 3-harakat bor. Ya'ni 1, 2, 3, 3dan keyin puch. 3-shansni ham o'tkazib yordingizmi? Kerak emas. Ya'ni mana bu yerda buy side deyishdimi? Keyingi harakat bu yoqqa. Faqat общий trendni aniqlab qilishingiz kerak bu narsani. Nimaga? Chunki holatlar bormi? Bitta buy side yechib turib, keyin dalish sell side'ga oqib ketadigan yoki bitta sell side yechib turib dalish buy side'ga oqib ketadigan, ha albatta, nega yo'q? Qaysidir kungacha bo'lgan narx oralig'i ana pressing qilib, bosim o'tkazib, o'sha yerda nechadir kun likvid yig'ib qolsa narxda,
va u likvid yig'ilishi qaysidir muhim bir chiqadigan yangilikka nisbatan shakllantirayotgan, tayyorlanayotgan bo'lsa, biling juda kuchli range hosil bo'ladi. Ya'ni judayam yomon price action, xunuk price action bo'ladi. Mana korobkaga to'lib ketadi. Tushunyapsiz, chart. O'sha hosil qilgan likvidlarni yechish uchun yangilikkacha bo'lgan narx harakati sust bo'ladi. Orada bitta impuls qilib qo'yadi. U yolg'onchi, fake impuls bo'ladi. Qanday ma'noda? Misol uchun yangilikdan oldin buy side yechib qo'ydimi? Bo'ldi, hujum sell side'ga deydi. Tushunyapsiz? Dalshi buy side'ga bo'lishi mumkin. Chunki u yetarlicha joyga kelib bermadi, vaqtida kelib bermadi. U prosta fake hosil qildi. Fake impulsive movement hosil qildi, impulsive movement. Nima kerak u? U siz va biz kabilarni o'yindan chiqarish uchun kerak. Selga oqayotganda faraz qiling. Mana shu holatda o'zim, misol uchun, mana prosta diqqat qiling. Narx mana shu joyda sell side'ini yechdi deylik. Misol uchun, mana shu joyda mana oppoq qilib impuls bilan ko'tarib ketyapti, to'g'rimi? Bundan keyingi qarang. Mana bundan keyingi, oqdan keyingi ko'k switch ham bunday tushganda ham o'ylab ko'rishimiz mumkin. Lekin bu ham yashilda, tushunyapsizmi? Takoy ketmayman hech qayerga aytganday. Borsa mana bu yerdagi maksimum mana bu obiga borar, yo'q. Siz o'sha range'da mana bu yerdagi ko'tarilish va tushishlarda topdingizmi, bo'ldi, o'sha bo'yicha o'ynashingiz kerak. Turishingiz kerak. Keladi qaysi tarafga, yoradi, keyin ketadi. Ko'rib turganingizdek, narx mana buy side'ni yechdi. Mana bu yerda sell side'ni ham yechdi. Tushunyapsizmi? Mana buy side, sell side yechildi. Narx buy side'ga bormasdan dalshi sell side'ga tushib ketib qoldimi? Mana shu chartni o'zidan olyapsiz. Hech qayerdan olganim yo'q. Mana bu yerdagi momentlarda bilasizmi nima bo'ladi? Mana bu likvidni kumush yechib qo'ygan bo'ladi. Tushundingizmi? Mana bu yerdagi obidan reaksiyani wow bo'ldi. Ketdi impuls deb o'ylaydi. Lekin mana bu yerdagi likvid yechmaganning hisobiga bang oqib ketadi. Mana bu yergacha hammasi ideal. Misol cho'tki bo'lib kelayotgan bo'lishi mumkin-da. Lekin yechmayaptim likvidni, tamom. Shunaqa. Tushundim. Men bilan video qal. Xo'p, bitta buni menimcha bitta qoidani eslang, boya aytganimiz, mana narx boyaginde consolidation bo'ladi, mana. Narx yodlab oling yoki qarang. Narx consolidation bo'ladi. Yopirishda ham, ochilishda ham. Tushundingizmi? O'rtada sodir bo'ladigan harakatlar consolidationdan keyin expansion. IM'dan o'tamizda bugun. Shunga IM'dan tushunishingizga yaxshi yordam beradi. Xo'p. Xo'p. Bu harakat o'rtada consolidation bo'lib narx yopilgungacha bo'lgan joyda ham bitta noma'lum harakat bor. Ya'ni yo continuation bo'ladi, yo reversal bo'ladi. Tushundingizmi? Misol uchun qarang. Bu qanaqa degani? Skeletni chizaman. Narx konsolidatsiya bo'lib ochildi. Pastga manipulyatsiya qildi. Tepaga expansion. Yana reversal. Consolidation. Bu buydik. Selldiki. Narx consolidation, tepaga expansion, ya'ni manipulation qilyapti. Reversal qilib oqyapti. Narx retracement qilyapti. Yopilyapti. Consolidation bilan. Tushundingizmi? Endi narx bu где-то bozorda 70-80% holatda sodir bo'ladigan model. Patternni sezam bo'ladi. Ana ularda retail traderlarda patternlardan yaxshiroq pattern bu. To есть shakl, chizma, namuna ko'zingizda oldingizga keltirishingiz kerak bo'lgan. Narx
Где-то 70-80% holatda mana shunaqa bo'ladi. 75-85% isi ham bo'ladi, ko'proq. Qolgan mustasno holatlari qanaqa? Narx siz kutmaganda, biz kutmaganda Asian sessionda tushib ketib qolishi impuls bilan. Tushunyapsizmi? Ya'ni tasavvur qiling. 5 minut, prosta 2 minutmi, 5 minutmi, maksimum 5-10 minut consolidation bo'ldi. Polni tushib ketib qoldi. Buni H1 M15 ga olsangiz, manaqa uzun tushgan switchlar ko'rsatadi, tushunyapsizmi? Narxda shu kuni nima bo'ladi? London keladi, reversal qiladi. New York AM session konsolidatsiyaga tushib qoladi. Ya'ni Asian rolni New York o'zini bo'yniga oladi. Tushundingizmi? Chunki o'sha paraga tegishli bo'lgan yangilik, xoh iqtisodiy, xoh siyosiy, общий fundamental jihatdan chiqqan yangilik o'zini effektini ko'rsatdimi, New Yorkdagi kuchi ishlamaslik ehtimoli yuqoriroq. Kam emas deylik, yuqoriroq emas, kam emas. Tushunyapsizmi? Bo'lishi mumkin, o'sha kuni ham impuls yoqdan bu yoqqa bo'ladimi? Da, bo'ladi. Lekin u kartinkani yana o'sha biz o'zimiz aniqlaydigan qutiga, range ga solib qo'ysak, juda ham xunuk bo'ladi. Ya'ni impuls tepaga, impuls pastga, impuls tepaga, impuls pastga mana shunaqa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Va pipsovkasi juda kam hajmdagi narx oralig'ida o'ynayapmiz-da biz. O'shanaqa kunlar skip qilib yuborsangiz arziydi. O'tkazib yuborsangiz. Bildingizmi? Manaqa holatlarda ishlaganingiz ancha yaxshi, qulay o'zingizga ham. Biling, narx mana shu holatda quti yasadimi, bitta tarafda один yechadi, yechgan tarafda teskarisiga, ya'ni teskari tomoniga hujum qilishingiz kerak siz. Sell side yechyaptimi? Sell side teskarisi buy side, demak, tepaga hujum qilishingiz kerak. Tushundingiz aka? Tushunsak noto'g'ri bo'ladi. Bu ham o'sha range tushib qoldi-da bu. Bu yerda lekin mana shu consolidation и expansion. Bu holati ham, mana bu holati ham range tushgan holati bo'lyapti. Mana shu reversal bor, to'g'rimi? Yo'q. Range tushyapti-da. Mana bu holatda lekin Yana consolidation bo'lib ketyapti. Chunki mana o'sha mana bu holatda retrace. Qarang, reversal qayerda bor mana? O'zi aytilganda V A ko'rinishdagi joylarda. Narx impuls bilan kelish kerak, impuls bilan qaytish kerak, bo'ldi. Orada mayda tushuyda immunitet past bo'lgan joylar kerak emas. Menimcha boshidagi reversal-ku bu ham, to'g'rimi? Qaysi? Bu tepasi. Bu expansion. Mana shu. Yo, boshi. Mana shu. Tepasi mana shu. Da. Reversal, to'g'rimi? Da. Mana shu harakatda o'zi. Mana shunchagina joy. Tushundingiz, ha? Bo'ldi. Shuni farqini bilib olsangiz, bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Bo'ladi. Retracement bo'ladi, chunki mana bu yerda liquid zona qoldi. Mana shu liquid zonaga kelib, retracement o'sha ma'lum bir qoldirib ketilgan fideriga javobini berib, razворот qilib, reversalga aylanib ketadi. Balki o'sha mana Krasavchik. reversalga qarab ketdi. Bu ham range o'xshaydi. Endi qolganini o'zingizdan eshitaman. Bu yerda range holati siz Qarang aka, qarang. Sikishini qarang-da bularni. Narx Xuddi hozir aytgan narsangiz. Mana. Korobka. Mana. Double push'da o'tamiz, o'rganamiz, ko'rasiz. Equal high'lar hosil qilgan, xullas yoki range'da qaysi tarafini birinchi buzsa, narxda kecha ham aytdik-a, umumiy harakati, ya'ni 3-harakati o'sha trend tomon. Narx birinchi buy side yechdi, keyin borib sell side yechyapti. Ko'rdingiz-a? Emonetdagi FV ga IFV ga bo'lib ishlayapti. Liquid teshishda ishtirok etayotgan FV ga eng kuchli IFV ga. Yes sir. IFV ga. IFV ga da. Breaker block ham xuddi shunaqa. Da. Breaker blokni soyasidan oladigan bo'lsangiz, obiga o'xshab. Mana. Tekis bo'la qolsin shu. Tepa tekis. Ko'rdingizmi? Bo'ldi.
Shunga odamlar qiynaladi, bilmayman nega va qanday. Kutish kerak time'ini. Nechida sodir bo'lyapti? 9da. 7 gacha bo'lgan price action skip. E'tibor bermang. Anaqa musorda yig'sin. То есть o'zi musor qilsin, okey, o'z holiga qo'ying. Keyin o'zi musorda yig'adi. Chiqib ketayotganda, "Men mana deyman, musor idishda ham avor deysiz." Dang. Davom etamiz. Maqsad aka, sizni ko'zingizni mana shunaqa narsaga o'rgatishda, tushunyapsizmi? Realizatsiya. Da. O'rganmoqda. Oldi qoshdi qilib boshqatdan tushuntirib o'tirishim farqi yo'q. U Da. keragi ham yo'q-da. Atak so'rasangiz, tushunmayapman, o'zing tushuntir desangiz, shunday qilib ketamiz. Lekin bu proses boyagiga qaraganda ko'proq nima desa bo'ladi? Energiya olishi mumkin endi o'rganish uchun ketkazadigan vaqtingizni. Lekin uni ta'mini tushunib olganingizdan keyin yoki tushunmayotganda qiynalganingizda, mana shu xatolar bilan, mana shu chart bilan bilib olganimiz yaxshi-da, tushunyapsizmi? Da. Shunday. Vizuallaringizni ko'rganimda tushungan. Deylik, bu birinchi holatida, mana misol likvid yig'ilyapti. Bu yerda ham likvid yig'ilyapti. Birinchi holatida birinchi high likvidini olib, dальше bu low likvidini olyapti и birinchi olingan likvid tomon уже narx harakatlanib ketyapti. То есть birinchi konsolidatsiyani high'ni ham low'ni ham likvidini olib yechib, o'zini yo'nalishida davom etyapti. Mana bu yerda FVG ham bor ekan. Shu FVGga ham javobini berib ketyapti deb o'ylayapman. Chunki mana bu yerda temagan. Da, ideal. O'sha javobini berib. Ko'rdingizmi? O'zingizdan o'zingiz sharhladingiz. To есть o'zingizdan o'zingiz deganda qanday? Anosida boyagi ko'rganlaringizda, boyagi miyangizga bari o'rnashadi. O'pol qilib aytganda, ana shartli instinkt bo'ladi-yu, baliqqa lampochka qilsa, lampochkadan keyin ana ozuqa tashiydi-yu, keyin baliq anoda olsa ham, olmasa ham lampochkani o'sha yoqqa borib ozuqa so'raydigan bo'lib qoladi-yu. Xuddi shunga o'xshab. Shartli instinktda bu nima, refleksmi, shunaqa. Ko'rdingiz darslarda, ko'rgandan keyin sharh bilan topilish kerak. Har bittasini sababini keltirish kerak. Va bilasiz, yotam bo'lib ketgandir, pijere bo'lish kerak degan narsa. Va pijere topib kelyapsiz. Endi sal mana yoqqa qaytaradigan bo'lsak, qarang. Mana shu yerda nega bu FVG degan sizga savolni beraman. Agar topsangiz, normalni ketamiz o'sha. Nice degan. Qaytarib aytaman, nega mana shu FVG? Savolni qisqartiraman. Mana shu kartinka bo'lsin. Bitta chunki anaqa bor. MSS. Yo'q, u MSS ularga qiziqmang aka, bo'ldi. MSS o'sha detskiy narsa. MSS yomon demoqchi emasman, просто detskiy tema. Bizga MSSsiz narsa kerak. O'zi явный turibdi. Pure price action. Liquid. Okey, likidam. Yomon emas, xato emas, lekin nega aynan shu FVG? Nega shu FVG? Nega pastdagi emas? Nega bu emas? Yuzringa bu. Endi pastdagilarga tushuning. Yuzringa, pastdagi breakaway gap bo'lsa, tak, pastdagi tak. Sabablar qoldirmayapti. Hammasini da yopib kelyapti. Tushundingiz-a? FVGlarni da yopib kelyapti. Sabab yo'q o'sha pastga tushishga. Maksimum sabab mana bu yerdagi ana bo'lishi mumkin. Likid, mana shamcha mana. Shunda ham buni tagini bu yoqdan iPhone'ga tortsangiz bo'ladi. Sal qalinlashib ketdi shu. Tushundingiz-ku, to'g'rimi? Hech narsa o'zidan o'zi hosil bo'lmasligini his qildirmoqchi edim bu gapim bilan. Tushuning demoqchi edim shu narsani. Yo'q, IOFET to'g'ri. Ba'zida IOFETda ana 0.25% gacha ham boradi-da, tushundingizmi? IOFET deb o'zi nimaga aytiladi? Institutional Order Flow Entry Drill.
ular kirganini bilmay qolasiz, tushunyapsizmi? Siz UFOga kelganda qo'rqasiz. Oddiy odam ICTda measuring gapni bilmasa va IOFET nimaligini bilmasa, to есть IOFET reaksiyasi qanaqa bo'lishini bilmasa, o'sha FOVGda 16 ta daqiqa FOVG bor-da, tushunyapsizmi? Pastdagi FOVG ham bor. Uni 6 ta OB'si bor, likvidi bor, balobatlar, nimadir. Lekin siz bu joyda mana shu o'yiz topganda pizeriyada bilsangiz, IOFET qanaqa reaksiya ko'rsatishini bilsangiz, measuring gap nimaligini bilsangiz va double push nimaligini bilsangiz, SMT nimaligini bilsangiz, entry bosasiz. Может, shu joyda gold yechdi, kumush yechmagandir. Va u pijeriga kelib yechyapti. Va mana bu yerda yana bitta SMT qoldirgandir. Tushunyapsizmi? Kumushda mana shu yerdan kelyapti. Goldda bu likvid yechib ketyapti. Tushunyapsiz? M1 yoki M3, M5 time frame'larda qarasangiz, goldda mana shu joyda yechilmagan, kumushda o'sha joyga qarasangiz yechib ketyapti. Tushunyapsizmi? Qo'shimcha tasdiq ustiga tasdiq. Siz mana bu yerdagi MMXM model tugallanguncha ishlasangiz ham o'piraverasiz. Tushunyapsizmi? Necha где-то 2910 dan kirdim deylik. 2910 dan kiryapsizda 2925 lar atrofida olib chiqib ketyapsiz. 150 pipsmi? Shu. Yoqib ko'tarsangiz, normalniy ana foydada chiqayotgan bo'lasiz. Bir lot bo'lsa qancha bo'ladi? 1.5. Da. Orqasiga bitta nol qo'shib ko'paytirilardi. Shunaqa MMXM da buni mazasi aka. To'g'ri yopib, yo'q. Nasib etib kelamiz unga. Ya, oz qoldi. Yaxshi 17 minutli. 6 minutlikda hech narsa yo'qmi? Mana unda hafta desa ham bo'ladimi? Order block, tepasidagi order block. Order block tushundingizmi, to'g'rimi? Ha, uni tushundim, всё, да. Pastidagina просто так на глаз ko'rib ketaylik. Breaker block bu. Aha. И buy side, sell side ham bor. Breaker block juda kuchli narsa. Qarang, mana shu yerdagi breaker block oldingizdan chiqadi kelajakda. Mana qarang. Breaker blockda mana breaker block qanaqa bo'lishi kerak? U OB bo'lib ishlab berish shart emas. Esingizdan chiqaring bu narsani. FOVG ham, to есть iFOVG ham bir marta FOVG sifatida sellga ishlab bergan bo'lish shart emas yoki buyga. Buzib o'tiryaptimi, likvid ostonasida turibdimi? O'sha FOVG kuchli iFOVG bo'ldi, boshqa gap yo'q. Bunda ham xuddi shunaqa. O'sha order block kuchli breaker block bo'ladi teskarisiga. Endi bu joyda mana bu breaker block bo'layotgan shamchani low qismi, soyasi pastda, low qismi, tana qismi bu yerda. Xuddi o'shani aka impuls bilan buzish kerak. Tushunyapsiz? Bu soyasi bilan buzgani bilan tanasi bilan buzolmadi va teskari, ya'ni ko'k emas, oq svecha, ya'ni bardavom bay demoqchi bizga. Bunga e'tibor bermaymiz. Bizga buziladigan joy qayer bo'ladi? Mana bu yerda o'z impuls bilan teskari rangli svecha bo'lib, ya'ni o'zini rangidagi o'zimiznikilar deydi-yu, shunga o'xshagan o'zlarnikimda yorsa, yorganda ham qanday? Mana bu yerdagi soyasi bilan soyasini, mana bu yerdagi tanasi bilan tanasini yorish kerak. Tana mana shu yerdami? Uni tanasi kamida mana bu yerdagi tanada bo'lishi kerak. Mana bu yerdagi soyada bo'lishi kerak. Mana shu tana. Soya mana bu yerdami? Soya pastroq bo'lishi kerak. Tushunyapsiz? Tanasi va soyasi bilan yorib ketish kerak impuls bilan. Shunaqa holat bo'lyaptimi? Da. Tushundim. Mana qarang. Impuls bilan yorib ketdi, ko'rdingizmi? Mana shu joyda mana bu oqqa CISD, ko'ki breaker block. Va bu joyda mana qanaqa qilib SMT qilayotgan bo'lsa, o'sha breaker block kuchli qaytarib yuborishi. Endi albatta SMT bo'lishidan oldin 60 ta nima bo'lishi kerak? HTF PTR. Tushundingiz-a? Tushundim. Вот tak, ko'rdingizmi? Breaker bloklar o'zi kuchli zonalar, breaker bloklar. Topganingizni qarang. Order block bo'lib chiqdi. Qaysidir pizeriyaga borib, bu qaytyapti. Order blockdan ozgina reaksiya olgan. Qarang. -BB qildingizmi, demak uni pastiga qo'ying. +BB mi, tepasiga qo'ying. Aha.
Tushundim. Mana ham switchida bizga reaksiya olgan. Mana shu switchida. Lekin dadasi bilan Mana qarang. Bu yerda ham logika zo'rda aka. Narx kelib qaysidir ob'yomli zonani yordi. Yorganda ham impuls bilan. Tushunyapsiz? Va o'sha yerda hosil bo'layotgan price action bo'yicha oxirgi haylovlarda o'ynaymiz. Oxirgi haylov deganda ko'pchilik haqiqiy high yoki qaysidir haqiqiy low nimadir degan yoki swing high swing low yoki mana bu yerdagi highlarga borib yopishib oladi. Yo'q, unaqa emas. Lokalniy high deyilganda narx o'sha trend davomida tushib ketayotganda mana bunaqa qaytish hosil qilgan va mana bunaqa tushdi. Tushayotganda ham qanday? Bitta ko'tarilib tushish, bitta tushib, bitta ko'tarilish bo'lgan joylar, mana shunaqa joylar lokalniy haylov bo'ladi. U lokalniy haylovligini qayerdan bilamiz biz? Narx pastda qaysidir mana shunaqa 1-2 blokka o'xshagan joylar yoki likidga o'xshagan joylar yotgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shularning reaksiyasini beradi-da, yana to'g'ri yo'nalish bo'yicha bunday ketishda davom etadi. Chunki uni sal kattaroq time frame ga oladigan bo'lsangiz, misol uchun H4 yoki D1 ga oladigan bo'lsangiz, bu yoqqa borib berish kerak bo'layotgan yo'nalishi bor. Va bu oqishda SMT bo'lib oqyapti. Ishonavering, mana kamida mana bu likvidga yetguncha bu aktiv sellda. Tushunyapsiz? Va bu joyda mana bunaqa breaker blok to'g'irlab qo'yishadi, mana bunaqa oradagi FOVG'lar to'g'irlanadi. Hammasi tasavvur qilyapsizmi? Qanaqa ana coding-da bu mana shu algoritm, mana shu kodlashtirilgan degan narsa mana shu. His qilyapsizmi? Kimlardir faqat breakerni o'ziga yopishadi, kimlardir mana yerdagi iFOVG'ni o'ziga yopishadi, tushunyapsizmi? Mana bu yerda ko'tarishda yordam berayotgan FOVG zo'r iFOVG bo'ladi, chunki shunaqa bo'lib ishlab beradi. Yo'q, bu yerda zona bor. Va bu mana bu yerdagi price action'da o'ziga nisbatan 50% ga oladigan bo'lsangiz, bu kerakli zona edi va u kerakli zonani impuls bilan yorib ketdimi, keyingi narx harakati shunga tez bo'lib, yana dalshi mana yerdagi likid yetmaguncha qo'ymaydi. Sabab mana yerdagi pizeriyadan qaytyapti bu. Qaytganda ham SMT qilib. И chotki impuls bilan qaytyapti. Tamom. Narx mana yerda buy side deyishdimi, keyingi targetda uni sell side. Hech kim hech qanaqasiga pul berib ham qaytara olmaydi u narsani. Bu yerdagi prичиналар mana shunaqa OBFOVG'lar asossiz bir yoqlama, bir tarafli prичиналарда, tushunyapsizmi? Siz darajani bilganingiz hisobiga, to есть darajani kuchi, ta'mi qanaqaligini bilganingiz hisobiga o'shanaqa zonalarni topishga intilasiz. Unaqa zonalar aslida breaker bloklarda yasab ketgan, to есть breaker bloklar qoldirib ketgan joylar da vujudga keladi va o'sha joylardagilar kuchli. Unaqa breaker bloklar qanaqa bo'lishi kerak? O'sha OB bo'lib berish kerak. Misol uchun mana shu buy uchun OB bo'lib berish kerak, lekin shunday chiqib ketaverish kerakki, siz rostdan ham ishonishingiz kerak bu kelganda biz uchun buy OB bo'lib beradi deb. Tushunyapsiz? Tap o'shani buzdimi, biling mana shuni o'zi hamma bo'qti boshlagan. Va hamma joyda vayron qo'rishga bemalol aql yetadi. Chunki asosiy isbotlar, dalillar ularda kulichi shuni ikkisitasida. Tushundingiz-a? Tushundim. Endi сущностini tushunib boryapman-da, ICT-ni. Da. Endi qarang, mana shu joyda savol berib ketmoqchi edim. Mana o'zingiz как раз eslatdingiz, mana shu order blok breaker blokka aylanyapti, to'g'rimi? Lekin biz uni breaker blok bo'lguncha biz buni order blok deb olib turamiz. Mana shu order blokka kelganda biz qatdan bilsak bo'ladi, bu order blok bo'lib ishlaydimi yoki breaker blokka aylanadimi? Hozir nima dedim-chi? Bu tepada pizeriyaga javob berib qaytyaptimi? Kamiga SMT'si bormi? Siz mana yerdagi high-lowga premium discount tortib qo'ygansiz. Tushunyapsiz? Kamida 0.5 gacha impuls bilan kelib beryaptimi? O'sha joyda bu impuls bilan yorib ketib qolyapti, tushunyapsizmi? O'zini biz aytayotgandek xarakteristikasini, tabiatini ko'rsatyapti. O'shanaqa joylar. Tepaga ketishga asosi yo'q. Da. Mana bu qarang. Qanaqa oq switchlar ketyapti. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa breaker bloklar kuchli. To есть buni qanday odam qilgan bo'lsa, uni xuddi shunday odamgarchilikdan ham chiqarib yubora oladi-da, tushundingiz? Biz bu to'tda bu breaker blok aylanmoqda. Bu joyda. Keyingisi breaker blok. Breaker blok deb o'yladim. Chunki mana order blokda bizda Breaker blokni tortgan joyingiz xatoligini bildingiz-a? Switch xatomi? Switchga nisbatan tortish xatoligini. Da, pastdan. Pastdan, da bo'ldi.
vazifasini bajarib, bu nasib pastga qaramoqda. Boya aytganda dadil svechalarni olingda aka. To'g'ri, bu ko'tarib yuborgan, lekin boshqa brokerlar tekshiring. Bitta Oandada shu joy ko'kmi? Kamida ishonchli boshqa brokerlarda ham ko'k bo'lsa, da bu broker bo'la oladi. Lekin bitta Oandada bu ko'k bo'lib, qolgan brokerlarda bu oq bo'ladigan bo'lsa, demak bu unaqa emas. Broker blok bu bo'ladi. Nasib pastga qaramoqda. Shu joyda ikkita ko'rganman meni aytib Hamidda mana D bor. Volume imbalans. Tanasiga tegmagan degan so'zi yo'qotdi. Bu volume imbalans degan. Ko'rganman. Keyinsa breaker block. Breaker block bor. Xato tortganingizni bildingiz-a? Brat, Da, anaqa mikrofonni o'chirib qo'yman. Bildim. qaysiga tortiladi? Mhm. Yo, qaysiga tortiladi deb so'rayapman. Tepadigiga. Tepadigini pastiga. Chunki tepadagi switch ko'tarib Bunga yuryapti. ham? Tepadagi break. Yo, yonidiga. Yes. Yonida ko'k. Bo'ldi. Mhm. Narx spotda order block ta'sir reaksiya berdi. Lekin breaker blockdan asosan reaksiyasini olib pastga qarab ketdi. Zo'r. Qaysidir likvid zonani yechishga ketayotgan xizmat qilayotgan order block Xato tortganingizni bildingiz-a? Mhm. keyinchalik kuchli breaker block aylanib edi. Keldi, reaksiya oldi. И tepaga qarab ketdi. Breaker block. Tepaga qarab ketdi. Unoto'g'ri menimcha. Likvid zona. Likvidni yechdi. Xo'p. Oxirgi yechgan joyi Aha. Proboy retest. Bo'ldi, tushundim. Muhim ishlar trendga qarshi topmaydi, tushundingiz-a? Trendga qarshi topmaslik uchun birinchi narx har doim korobkaga solib, qaysi tarafi birinchi yechilishini kutib turish kerak. Agar o'tkazib yuborgan bo'lishingiz mumkin, misol uchun uxlab turib. Lekin baribir o'sha korobkani topingda, keyin ko'ring. Birinchi pasiyat yechilganmi, demak, sell side'ga ishlash ehtimoli yuqori. Agar trend baydami, u boyagi ko'targan buy side'da oxirgi lokalniy high-lowga nisbatan 50% ga reaksiyasini berib, dальше yana bayga qarab ketaveradi. U uchun sellga manipulation boyagi oxirgi ko'targan lokalniy impulsda 50% gacha kelib ketgani manipulation bo'ldi. Tushundingiz-a? Shunaqa joylari bor-da. Bu даже bitta bo'tda PPR bo'tda bitta. Shu PPR yoqib o'zini reaksiyasini oldi. Da, BPR zo'r, to'g'ri. PPRgacha. Shu примерно ketdi. Nechmi deyman keyinchalik. Mana shuni bo'yicha buy side sell side impuls boshlangan nuqtadan impuls tugagan nuqtagacha buy side sell side deb olsak bo'ladi. Deylik, mana bu yerda impuls bor. Impuls mana bu yerdan boshlandi. Buni buy side deb oladigan bo'lsak, mana bu tugagan nuqtasini sell side. Keyingisi. Yaxshi gap bo'ldi. Keyingisi. Mana tugagan nuqtasini sell side. Yaxshi gap gapirdingiz. Shuni bir qo'llab ko'ring. Yoqdi menga. Nima deganim? To'g'rimi o'zi? To'g'rilikka yaqin. Men uchun buy side sell side degan narsa range'da boshlangan joyi, to есть range'da vujudga keltirgan high va low nuqtalar.
ya'ni konsoldatsiya harakatini vujudga keltirgan va aynan o'sha konsoldatsiyani yopilishidan oldin yoki yopilishidan keyin qaraymiz. Nechadir minut oldin o'zi ma'lum qilib qo'yadi. Mana bu yerda gapirilyapti. O'sha joyda misol uchun price action ma'lum bo'ladi o'zi. Trend misol uchun bunday kelib, bunday tushib, bunday qolib ketdimi? To есть mana range'da. Bu tepaga ketdimi? Biling mana yerda 50% da nimadir bor. Bu yerda boyaginaqa breakerlar ham to'g'ri keladi. Narx kelyapti, o'sha yerda yo stop hunt qilsa qildi. Ya'ni yana bitta likvidlarni yetsayishdi, bo'lmasa mana shunaqa joydagi breakerdan mana yerdagi 50% ga kelganda vaqtiga qo'yib turib, misol uchun non-nickel kill zonda mana yerdagi sell sidegacha chaqillatsangiz bo'ladi. Prosta kun davomida nima qilish kerak? Kutib turish kerak. Uxlab qoldingizmi? Okey. Range hosil qilgan joyni ko'rib chiqing. Va u pizeraga yaqinroqmi yoki pizeraga kelib ketyaptimi? Keyin shunga qarab entry qilaverasiz. Sell side. Buy side. Mana qarang, yana range. Buy side birinchi ochildi, keyin sell side ochildi. Va mana bu yerdagi nimaga javob berib ketyapti? Liquidga. Mana yerda SMT bo'lgan bo'lishi mumkin. Misol uchun bu yerda yechibdi. Kumush yechmagandir shunaqa momentda. Tushunyapsizmi? Mana bu yerda narx mana bu yerdagi CASD-dan ketaveryapti. Narx mana bu yerdagi measuringgacha kelib, yana ketaveryapti. Keyin narx mana yerda qoldirayotgan breakeri va mana bu yerdagi order blokka kelib yana ketyapti. Tushunyapsizmi logikani? Likvidni yechib oldimi? Bitta ichki yechilish kerak bo'lgan likvidni to'g'ri trend bo'ylab ketaveradi. Qo'rqmasdan externalgacha, to есть tashqi likvid yechilgungacha ushlab tursangiz bo'ladi. Bo'ldi o'sha. Всё. Mana qarang. Bu yerda range qanday? Mana. To'g'ri aytdingiz. O'sha impulslarni vujudga keltirib to'xtab qolgan joylar. Mana. Birinchi buy side yechildimi? Ataka qayerga bo'lyapti? Sell side'ga. Narxni boost qilishiga yordam beradigan FOV'ga bor, prichinasi bor. Mana shu joyda gold yecha olmadi, kumush yechgandir. Tushunyapsizmi? Gold yecha olmadi mana. Bunday borib, mana buni bunday yecha olmadi. Shuni kumush yechib qo'ygandir. Narx ham tushib ketyapti. Mana bu yerdagi breakerni mana ko'rdingiz. Proboy retest bang. Yetadi mana yerdagi ichki likvidgacha narxni boost qilishga. Soat tushundingizmi? Hammasi kodlashtirilgan mana onasini ham siz aybo. Bu narsalarni ko'rib gap qilishdan boshqasiga o'ta olmayman men. Shunaqa deb o'ylayman, balki unaqa emasdir aka. Balki biz adashgandirmiz. Bu paprikol emas, rostdan tushunyapsizmi? Balki bizni ko'zimizga shunaqa ko'rsatsa-chi. Aslida boshqa ma'no yotgan bo'lsa-chi. 10 tadan 9 tasi o'xshayotgan bo'lsa, demak shunaqa o'ylayotganimizdek. Balki ular mana shunaqa 10 tadan 9 tasini o'xshatishga o'sha narsani to'g'ri deb o'ylashga majbur qiladigan tarzda tuzib chiqqandir u narsani. Balki rostdan ham bordir mana shunaqa rostdan prям pizes uchlardan entry qilishda imkonlar. Tushunyapsizmi? Bu narsalarni o'ylab siqilib ketaman men prosta. Xo'p, zo'r o'zlashtirgansiz. Breaker blok bilan anoda to'g'rilab oldik-ku, to'g'rimi? Muammo emas hozir. Da, to'g'riladik endi, zo'r bo'ldi. Keling bir bugungi price actionga biz nazar solib ozgina sharhlasak siz kabi. Xo'p. Birinchi holati mana bu yerdagi nudokti borligi edi. Okey, unda keberdi lonning kill zonda. Lekin nudok nima deganingiz? Kunda ochilishidagi gap boru 5 kun oldin 5 kun orqaga o'sha zonani bunday tortsangiz zo'r esnar bo'lgan bo'ladi. Hozir ko'rsataman qarang. Zo'r support and resistance bo'lib ishlab bergan bo'lish kerak. Va ishlab beradi ham.
Misol uchun bugun kun nima? 11-mi? Mana, esnar zona 12 sifatida bo'lgan. ketyapti. 12 ga endi o'tdi. Menimcha, to'g'rimi? Yo, 12 bu yo'q, bu 13. 13 ga o'tdik hozir. ha, bo'ldi. Mana bu yerda bozor yopilishi 11-kun ekanda. Keyin bozor 10 yo 11-kunda o'zi. 11-kun. Da. Xullas, mana yerda gap ochiladi, yani bozor ochilishi bilan gap bo'lib qoladi-yu. Tushunyapsizmi? Mana joy. Mana. Ko'rdingizmi? Shunaqa joy nodok deyiladi. U esnar bo'lib zo'r ishlab beradi 5 kun oldin va 5 kun keyingi. Mana birga o'tamiz. 5 kun oldin daqiq ekan, lekin shunda ham normal joylar ishlab bergan, qarang. His qildirib darajada. Uni endi Michael Gandon topganini qarang. Endi bizda nima sodir bo'lyapti? Aka xonamiz, eshiting. Mana bu yerda narx chizib qo'yganim D1dagi pizzeria edi, agar adashmayotgan bo'lsam. O, mana turibdi ekan, kakras. Fogiga kelib ketish kerak. Ko'ryapsizmi? Pizzeria mana shu. Bunda xuddi shunaqa joy bormi? Bor. Keldimi? Keldi. Bo'ldi. Tushundingiz-a? Narxni mana shu yerdagi joyigacha o'zi range harakati mana bu joyda edi. Buni pastroqqa tushiramiz. Lekin narx birinchi buy side yechdimi, endi sell side yechishga kelish kerak. Tushunyapsizmi? Keldimi? Sell side yechishi bizni qanoatlantiradimi? Yo'q. Unga nima bo'lishi kerak? Pizzeria bo'lishi kerak. Nice. Pizzeriyalar bor-a? Va xuddi mana shu joy bizga lokalniy high ekanligini isbotladi endi. Bizda lokalniy low mavjud edi, lekin lokalniy highda haqiqiysi bizga yetishmayotgandi. Va bunisini topdik. Endi atakamiz mana shu yoqqa bo'ladi. Uning uchun nima qilish kerak edi? Pizzeriyaga kelish kerak edi. Keldi. Xo'p. Endi ham 3 da turibmiz bayga ushlash uchun. Eshiting. D1 dan H1 ga tushasiz. Xo'p, tushdik. SMT'lar qidiriladi. Zonaga keldi-yu ikkalasi ham. E'tibor qilsangiz, Nasdaq yecha olmadi. S&P 500 yecha oldi. Va pizzeriyaga kim birinchi keldi? Nasdaq. Pizzeriyaga ikkinchi S&P. Va bu o'yin bizni nimaga boshladi? Bayga tomon harakatga. Endi undan keyin bizda yana qo'shimcha tasdiqli nima bor? Time. Likit. Yechilmadi. Yechdi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Mana bu yerdagi OB ga javobini berib aka. Bos bo'ladi. Mana shu ikkita OB soyasi tepadan mana shu. Buning uchun bizga nima kerak? Boost kerak. Boost mana yoqacha ketdi bearmon. Tushunyapsizmi? Ushlasak ushlab oldik. Bu yerda javob berilayotgan va javob berilmayotgan joylarni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Narx keldi. Okay, likidlarni yechdi. M5 tamidi deymanda mana shu yerda zo'r OB bor edi aka. Oy. Mana buni qarang. Harromlikni cho'qqisida bu aka. Ko'ryapsizmi? Mana bu 5 minutlik favogisi. Bu nima? Breaker block. Target. Ko'ryapsizmi? Bizga mana shunaqa joylar kerak. Pizzeriya bo'lsin, ichkilik yetsin, o'sha yerda impuls bilan ko'tarib ketsin. Mana shu engulfing. Mana yeb yutib ko'ryapsizmi? Yeb yutyapti impuls bilan. Mana shu reversal harakat. V bo'lib tushib chiqib ketyapti.
Mana bu bizda zona. Qaysiki breaker mavjud bo'lgan. Bu ham pizdes kuchli zona. Narx ketdi shu bilan. Endi bu joyda mana bugün ham kelib yecholmayapti. Xo'p, 9:30 ga qaraymiz. 9:30 dagi harakat. Endi diqqat qilamiz. Mana bu yerdagi price action. Qarang, Nasdaq ishlayapsiz aka. Nasdaq mana shu yerda likvidni yechdi. Qaysiki mana bu joy, mana. Xuddi shu joydagi high'ni, ichki likvidini, buy side'ini bu nima qila olmadi? Yechaman. Narx 9:30 da ssenariyni qayerga o'zgartirgan? Sell side'ga. Da. Biz uchun prichinalar bo'lishi kerak endi. Xo'p. Qo'shimcha prichinalar. Mana bu yerda narx ko'rib turganingizdek, equal high'ni hosil qilgandan keyin nimaga chiqib berdi? Stop huntgacha. Likvidni yechguncha kelib berdi. Bu nima qilib berdi? Tushunyapsiz, pizzeriyalarga kelganda yetarlicha sabablar mavjud bo'laveradi. Xo'p. Ikkinchi SMT. Trendga nisbatan to'g'ri va kuchli SMT. Tushunyapsiz, S&P 500 yechmayapti, Nasdaq yechyapti. Mini time frame'da ham yechyapti. Biz uchun boost qilishni boshlagan joy mana bu breaker edi. Tushunyapsiz? Endi bu yerdagi breakerchi. Bu yerdagi breaker juda xavfli breaker. Juda ko'pchilik qo'rqadigan, qochadigan, eplolmaydigan breaker. Nimaga? Chunki ular S&P 500 ga qarashni unutishadi. Mana bu yerda ko'rsangiz, yana nima? Likvid yechildi. Tushunyapsiz? Tipa mana bu yerdagi high'ni yechdi. Bu yerda yechmayapti mana bu shamcha. Anonsi nima desa bo'ladi? O'zi impulsni bu yerda vujudga keltirgan OB bu edi. To есть haqiqiy breaker. Mana bu edi. Lekin oxirgilar bilan o'ynaymiz dedik. Oxirgisini ham kamida mana shunaqa 2 3 ta shamcha ko'targan bo'lish kerak edi. Manaqa bitta shamcha bizga yetarli emas-da u. Shunchidan bu breaker qaralmaydi va qo'rqinchli hisoblanadi. Endi ko'rib turganingizdek, bu yerda nima bor? FVG. Bu yerda nima bor? Breaker block. Bu yerda nima bor? Likvidni yechdi. Bu yerdagi o'xshashliklar bormi? Brat. Da, yechdi, bitta becha olmadi. Da. Kattaroq time frame'dagi PJR'ga ko'ra. Tushunyapsiz? Narx keldi, tushdi. Bu yerda ham aniqlayotganda, tushayotganda ham qarang. Narx kelib, mana bu yerdagi likvid yechdi. Bu nima qilyapti? Yecholmayapti. Qo'shimcha tasdiq isbotlayveradi. Pastgacha narx yurishini isbotlayveradi. Narx kelib, ikkalasi ham bu yerda nima hosil qildi? Yana SMT. Reversal. Da. Endi qarang. Nasdaq mana bu qora zonagacha kelish kerak edi. Bu qora zonani yorib, buzib, majaqlab o'tib ketdi. Endi bu kela olmadi. Bu keldi. Va shu joyda PJR'ga ko'ra SMT bo'ldi. Likvid yechishiga ko'ra SMT bo'ldi. Tushunyapsiz? Endi biz uchun breaker bo'layotgan shamcha va likvid yechishda ishtirok etayotgan oxirgi FVG va yonidagi MSS hojat bo'lmagan nima? Kamiga yana nimasi bor? Tushundingizmi? Yorib qo'yishadi aka. Mana shu algoritm.
Endi Da. bu yoqda nima qilasiz? Mana bu yerdagi harakatni o'zi bizga yetarli bo'ldi. Low risk buy ekanligi, MMXM bo'yicha model selldan buyga o'zgarganligi. Ataka kamida mana shu oqqa harakatda 50% ga teng bo'ladi. Xohlasangiz soyasidan oldingizmi? Soyasigacha o'ynang. Tanasidan oldingizmi? Tanasigacha farqi yo'q, lekin 50% gacha o'ynashingiz shart. Xo'p. Narxda mana shu yoqda yecholmay qolgan likvid zonlar har bittasi endi nima qilinadi? Yechiladi. Ichki likvidlar. Yechilib ketilaveradi. Tushundingiz-a? Siz 50% da chiqib ketyapsiz aka, faraz qiling. Qo'ysinim, nafsingiz pizdes ochlik qilib, mana shu fogidan kirgan taqdiringizda ham stop tanasida 50% da o'zi 1 ga 3,5 berib turibdi. Lekin siz mana yerda ichki likvid yechilguncha o'ynayapsiz. Mana. 1 ga 4. 4.45. 41. Почти 1 ga 4,5. И so'zsiz buy. Har bitta harakat, har bitta price action buyni просто tasdiqlab OB'sidan ketaveryapti. Buy OB. Mana bu yerda ham olsak bo'lar ekan. No fogisidan ketdi, likvid yechdi. Yana mana yerda buy OB. Yana mana yerda buy OB. Ko'ryapsizmi? Buy OB, buy OB, buy OB. Buy OB bo'lyapti bu. Shunaqa. Bu yerdagi harakat nima bo'lyapti? Mana bu yerda ham qarang. Yana SMT aka. Bu yechmayapti, Nasdaq. Bu yechib tashlayapti. Ko'ryapsizmi? Likvid yechilishi. Endi qarang. Mana yerda nima qilyapti? Breaker block. Da. Bizda hujum qiladigan likvid zonlar bor. Mana bu ikkita equal low, bir-biriga yaqin bo'lgan lowlar. To'g'risi mana bu joy. Tushundingiz-a? Bu low risk qildi. Mana bu yerdagi ichki likvid o'ziga nisbatan ichki likvidni ham yechdi. Soyasi qora, ishonchli sell va narx har bitta favogini hurmat qilib kelyapti. Xo'p, bu harakat low risk sell. Distribution 1 va redistribution 2 sodir bo'ladi hozir. Narx maksimum chiqsa, mana shu yerdagi OB'sigacha chiqadi, keyin sellga. Agar bu kelib buni yechib qo'yadigan bo'lsa, bu yecha olmaydigan bo'lsa, unaqa bo'lmasligi mumkin. Chunki SMT ning hisobiga. Tushundingiz-a? Atak mana shu yerga hujum bo'lishi kerak. Shunaqa gap. Xo'p, endi siz nimalarni ko'rib chiqishingiz kerak? Xo'p, boyagi tashlagan linkim qaniydi? Dars jadval. SMT ni ko'rdingizmi? Yo'q, SMT ni hali ko'rmadim. Qarang. SMT Hop, sessiyalar va kilzonlarni ko'rmadingizmi? Ko'rdim buni. Aniqmi? Ko'rdim. Da, aniq ko'rdim buni. Buni ko'rdingizmi? Buni ko'rdim, da. Buni ko'rdingizmi? Shu uchun vazifa qildim. Bunisi nima edi? Buni ham Yo'q, ko'rgansiz. buni ko'rmadim. Trendni to'g'ri aniqlashni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim buni. Boyagi so'kinib o'tilgan darsda, porno dars. Yo'q, unda ko'rdim, da, uni ko'rdim. Buni ancha oldin ko'rdim. 3 kun oldin. Bosib qo'yingchi bo'lmasa, agar ko'rmagan bo'lsangiz darsdan keyin. Endi qarang. Xo'p. Bu ketdi. Xo'p, bugungi ko'radigan darsingiz qarang aka. IMD pattern, IMD plus power of 3 kilzonlar. Xo'p. Undan keyin SMT ni ko'ring. Xo'p, rangini o'zgartiraydi. Kilzonlar, Fibonacci turlari. Bu. Xo'p. Zdachisiga mana buni ko'rib oling. Bir SMT ham qolib ketdi, aytmoqchi. Ham ko'raman. Mana sarq qilganlarimni ko'ring.
Keyin vazifa videolar ko'proq bo'lsin aka. Bu kam. Bo'ldi. Hatto bir soat 1:30gacha o'tirishimiz kerak. Yaxshi, yomon emas aka. O'tgan darsda dars oxirida xulosa o'rnida bitta gap aytmoqchi edingiz, keyingi safar aytaman dedingiz. Nima demoqchi edingiz shu an? Voy bile. Aka uzr, lekin eslashim kerak endi men uni. Yoki aytib o'tib ketgan bo'lishim mumkin. Yo'q, aytmadingiz. Balki может bu urokda aytib o'tgandirsiz. Esingizga tushsa eslana qilib qolarsiz. Yozib qo'yarsiz eslicha. Mayli aka. Bo'ldi.